Men eslayman, birinchi sinfda o'qiyotganimda 120 ta shogirdim bor edi. Subhanalloh, mana bu gapirgan gapini hozir o'zi bir ko'rib kulgisi kelarmikin yoki yig'ilgisi kelarmikin-da? Hayron qolasiz. Subhanalloh, bunaqa gapirishlik uchun inson masxaraboz bo'lishi kerak yoki bo'lmasa o'ziga o'xshagan bir maxluqlarning quli bo'lishi kerak-da, Allohning quli emas. Chunki Allohga qullik qiladigan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi. Gapirayotgan gapiga juda e'tiborli bo'ladi. Birinchi sinfga chiqqanda 120 ta shogirdi bor ekan. Ahmoq birinchi sinfga chiqadigan odamni 120 ta shogirdi bo'ladigan bo'lsa, demak u ko'p narsani biladigan inson ekanda u. Sen o'zing birinchi sinfga chiqib nima qilasan bo'lmasa? Ilm izlab nima qilasan sen? Hamma narsani bilasan-ku sen, ahmoq, tupoy. Shuning uchun azizlikni Allohni qo'yib boshqa bir kimsalardan izlagan odam xor bo'ladi. Alloh azza va jalla aytadi: "Valillahil izzati va lirrasulihi va lil mu'minin valakinnal munafiqina la ya'lamun." Azizlik Allohniki va uning rasuliniki va mu'minlarnikidir. Lekin buni munofiqlar bilishmaydi deydi. Shuning uchun birodarlar, azizlikni faqat va faqat yolg'iz bo'lgan zotdan, Alloh azza va jalladan izlashlik kerak. Agar mana bunaqa maxluqlardan bir boy yoki qo'lida bir qanaqadir kuch-quvvati bor, bugungi kunda uncha-muncha joyga uzatsa qo'lini yetadigan odamlardan izlaydigan bo'lsangiz, yo mana shunaqa masxaravozga aylanasiz yoki xor bo'lasiz. Allohu a'lam. Munofiq o'zi qilmagan narsaga boshqalarni buyuradi. Mana yerda bir kishi yozibdi, boshqalarni haqorat qilib TikTokda bekor o'tkazishga dinimiz qanaqa qaraydi? Ya'ni vaqti behuda o'tkazish. Bu behuda emas, inshaalloh. Bu najosatda bu eshakka butun o'zbek millati, o'zbek zabon bo'lgan musulmonlar ko'ryapti, bilyapti, lekin yana ham biz kengroq tarqalishligi uchun insonlar bilsin. Bizni ko'pchilikka rahmimiz keladi. Dinimizda, shariatda shunaqa qoida bor. Ko'pchilikning haqqi yakka bo'lgan shaxsi haqqidan ustun turadi. Shuning uchun biz ko'p insonlar jahannamga ketmasligini xohlaymiz. Bu eshak o'zi ketsa ketaversin. O'zi shu tog'utlari bilan, zolim podshohlar bilan o'sha yoqqa borgisi kelsa, borib o'sha yerda yashayversin. O'sha agar bunga suyukli bo'lsa, Robbini roziligidan ko'ra. Lekin o'zini o'zi aldayapti-da bu. Shuning uchun bizni bu o'tkazayotgan vaqtlarimiz behuda emas, inshaalloh biznillah. Alloh taoloning huzurida ibodat deb bilamiz. Chunki u qay darajada o'zini ustidagi xudolarini, tog'utlarini, podshohlarini qay darajada ulug'lab, buyuklab, ularni o'rtasini tozalab, pamperslik qilishlikka harakat qilsa, biz ham Robbimizning dinini, Robbimizning haqqini shu darajada himoya qilishlikka harakat qilamiz. Shuni ustida yashaymiz. Allohdan so'raymiz, Alloh taolo bizni shu dinimizning ustida, shu dinimizga g'am qilgan holatda, ibodat qilgan holatda jonimizni olsin. Bundan boshqa narsaga rozi bo'lmaymiz biz, inshaalloh biznillah.